farzandlar siz bilan bizni vujudimizning davomi. Biz o'lib go'rga borib yotganimizdan keyin bolalar bizga savob jo'natadigan solih inson bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi? Yo padaringga la'nat deb turib bizga la'nat olib beradiganlardan bo'ladimi? Bizga kerak bu narsa. Qaytarib aytamiz. 5 mahal namoz o'qishlik uchun ozgina sabr kerak. Bir oy Ramazon roza tutishlik uchun ozgina sabr kerak. Chunki bir oyda tugatdi. Haj uchun 3 kun amal. 3 kun sabr qilsangiz, ehnomdan chiqasiz, oddiy yuraverasiz. Ammo bola tarbiyasi birodarlar juda ham uzoq vaqt talab qiladi. 15 yil, 20 yil ketadi tarbiya qilishlikka bola. Lekin agar mana shu ishni uddasidan o'tsangiz, bilasizmi, mevasi qanaqa shirin bo'ladi. Bola 15 ga kirdi, 20 ga kirdi, bo'ldi, ishdan qutuldik dunyo ishidan. Otam jannatim eshigi, onam jannatim eshigi, bularni ehtiyot qilishim kerak. Dada siz ishlamay o'tiring, mana men o'zim topib kelib hamyoda qilaman. Endi bunaqa